davrlar sinovida toblangan do'stlik. O'zbek va tojik xalqlari munosabatlari kecha yoki bugun paydo bo'lgan yangi voqelik emas. Bu ikki xalq ruhiyati asrlar mobaynida bir-biriga tutashib, ma'naviy, diniy va axloqiy munosabatlari uyg'unlashib ketgan. Bir daryodan suv ichadigan o'zbek va tojik xalqining urf-odatlari mushtarak, bozori va mozori bir. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning o'zbek va tojik xalqlari ikki tilda gaplashadigan bir xalq degan so'zlari shundan dalolat beradi. Rasm-rusumlarimiz hammasi qarasangiz bir xil. Hattoki kiyadigan kiyimlarimiz, to'y hashamatlarga borsak, hammasi bir xil. Hech kim o'zbek va tojik xalqini ajrata olmaydi. Hech kim millat ham bugungi kungacha so'ramagan. Siz tojikmisiz yo o'zbekmisiz so'ramaganmiz. Biz qondoshmiz. Faqat ikkita tilda so'zlashamiz xolos. Ikki xalq orasida qondosh va jondoshlik, quda-andachilik munosabatlari shunchalar chuqur ildiz otganki, bunday yakdillik bu diyorda hamisha hamma narsadan ustun kelgan. Bu ikki xalq avval zamonlardan bitta madaniyat, bitta ma'naviy muhitda yashab kelgan. Bir xil urf-odat, bir xil hurmat, ehtirom. To'nimiz, do'ppimiz, dasturxonimiz, nayimiz, bayramiz, dutorimiz, rubobimiz, karnayimiz, surnayimiz, changimiz hammasi bir xil. Shashmaqom degan nomni o'zi ham, olti maqom nomi ham tojikcha boshlanganda hech kim oldindan kafolat bera olmaydiki, hozir o'zbekcha g'azal asosida qo'shiq kuylanadimi shu maqom kuyi bilan, yo tojikcha g'azal asosida qo'shiq kuylanadimi oldindan hech kim bila olmaydi. Chunki o'sha kuy, o'sha maqom bilan xolasangiz o'sha vazndagi o'zbekcha g'azalni qo'yib aytasiz, xolasangiz o'sha vazndagi tojikcha g'azalni qo'yib aytaverasiz. Asrlar davomida ko'plab o'zbek va tojik adabiy namoyandalari bir-biriga ustoz shogird bo'lib ijod qilib kelishgan. Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning ijodiy hamkorligi ana shu aloqalarning yorqin namunasidir. Tojik o'zbek xalqining orasida shiru shakar degan janr paydo bo'lganini men bilaman. Bu shiru shakarni avval ustoz Abdurahmon Jomiy bilan ustoz Navoiylar qilib berganlar. Ulardan keyin boshqa har bir o'zbek va tojik shoiri bu narsani davom ettirgan. Hozirgi zamonda mana Tojikistonda men biladigan do'stlarim Omon Rajab, Jamoliddin Toshmatov davom ettiryapti. Mana bu yigitlarning men asarlarini tahrir qilganman. Asarlariga so'z boshi yozganman. Menga ilhom baxshida etgan asar Abdulloh Qodiriyning O'tgan kunlari edi. O'tgan kunlarni men juda mehr bilan tarjima qilganman. Bu asar 2002-yilda tojikistonliklar uchun tarjima qilib 2000 ta chiqarib tarqatib, Oshiq ekanmiz bir kun degan asarim chiqqan. Shu kitoblardan ilhom olib yozganman bu narsani. Mana shu nimadan darak beradi? Shundan darak beradiki, bizning xalqlarimiz bir-biriga do'st, birodar, bir-birini e'zozlaydi, bir-biridan o'rganadi, bir-birini hurmat va ehtiromini ko'klarga ko'taradi. O'zbekiston va Tojikiston suveren davlat sifatida ham do'stona aloqalarni davom ettirish, azaliy rishtalarni yanada mustahkamlash an'analariga sodiq qoldi. Jumladan 1992-yil 20-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi bilan Tojikiston Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgani ikki mamlakat aloqalarini yangi bosqichga olib chiqish imkonini berdi. Ikki xalq o'rtasida o'rnatilgan aloqalarda ayniqsa
ta'lim tizimidagi hamkorlik alohida o'ringa ega. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida kadrlar tayyorlash bo'yicha o'zaro shartnoma asosida hamkorlik yo'lga qo'yildi. Qolaversa, tojik o'quvchilari uchun bir qator darsliklar, jumladan 1-sinflar uchun O'zbekiston nashriyotida ona tili va o'qish kitobi nashr etildi. O'zbekistonda tojik zabon o'quvchilari uchun tojik tili darsliklarini yaratishga muyassar bo'ldim. Bugungi kunda mana shu O'zbekistondagi tojik maktablarida 8 ta yaratilgan darsliklarim, oliy ta'limda yaratilgan 3 ta darsliklarimdan tojik yo'nalishdagi o'quvchilarimiz foydalanib kelmoqdalar. Ishonchim komilki, kelajakda yana do'stligimiz rishtalari mustahkam bo'lib, davlatlararo aloqalar va diplomatik yo'nalishdagi munosabatlar ham bundan ham mustahkamlanib boradi. Bugungi kunda mamlakatimizda 250 ga yaqin maktablarda ta'lim tojik tilida olib boriladi. Ularda 55 mingdan ortiq o'quvchilar bilim olishmoqda. O'zbek va tojik xalqlarining maqsadlari kabi madaniyati va san'ati ham mushtarak. Tojikistonda bo'ladigan to'y tomoshalar o'zbek kuy-qo'shiqlarisiz, yurtimizdagi shodiyonalar esa tojik milliy navolarisiz o'tmaydi. Ikki xalqning qardoshlik munosabatlari yanada rivojlanishida yurtimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan tojik milliy madaniyat markazlarining ham munosib hissasi bor. Bugungi kunda tojik tilida gazetalarni nashr qilinishi, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida tojik tilidagi ko'rsatuv va eshittirishlar muntazam efirga berilishi O'zbekistonda yashayotgan tojiklarga yaratilgan imkoniyatlarning nishonasi deb bilaman. Jaloliddin Rumiy aytganlaridek, "Mo baroyi vasl kardan omadim, na baroyi fasl kardan omadim." Biz birlashmoq niyatida yashaymiz, ajratmoq niyatida emas. Men ham bir tojik farzandi sifatida 2002-yili Do'stlik ordeni bilan, 2007-yili O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni bilan mukofotlanganim bu millionlab tojiklarning faxr va iftixoriga aylandi. O'tgan chorak asr mobaynida yurt ravnaqi, ilm-fan, madaniyat va san'at rivoji hamda mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan turli millat vakillari qatorida 700 ga yaqin tojik millatiga mansub fuqarolar ham vatanimizning yuksak mukofotlari, faxriy unvonlari, orden va medallari bilan taqdirlandi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning dafn marosimida ishtirok etib, Birinchi Prezidentimizning hayoti va faoliyati o'z xalqi hamda vataniga fidokorona xizmat qilishning yorqin namunasi ekanini alohida ta'kidladi. Позвольте от имени народа и правительства Республики Таджикистан выразить наши глубокие соболезнования в связи с постигшей вас тяжелой утратой, безвременной кончине первого президента Республики Узбекистан. Весь его жизненный путь является ярким примером беззаветного служения своему народу и своей земле. В Таджикистане его знали как мудрого человека и неизменного сторонника сохранения и укрепления мира и стабильности в регионе и мировом сообществе. Уверен в том, что нынешние и будущие поколения узбекского народа будут достойными продолжателями великих созидательных дел Ислама Абдуганиевича. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili 8-sentyabr kuni parlament palatalarining qo'shma majlisidagi nutqida mamlakatimizning milliy manfaatlarini ta'minlashda Markaziy Osiyo mintaqasi O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanishini alohida ta'kidladi. Mamlakatimizning milliy manfaatlarini ta'minlashda
muhim ahamiyatga ega bo'lgan Markaziy Osiyo mintaqasi O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Biz o'zimizning yaqin qo'shnilarimiz Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan ochiq do'stona va pragmatik siyosat olib borishga sodiq qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yil 20-dekabrda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Mazkur hujjat asosida jami 179 kishi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Fuqarolikni qo'lga kiritgan insonlarning 10 ga yaqini Tojikiston Respublikasida tug'ilgan kishilar bo'lsa, yana shunchasi tojik millatiga mansub yurtdoshlarimiz edi. Bu ham shubhasiz ikki xalq va ikki davlat o'rtasidagi o'zaro birodarlikning yorqin namoyishi, bag'rikenglik va insonparvarlik namunasidir. Tojikiston Respublikasining Oqtosh qishlog'ida tug'ilganman. Ayni vaqtda men Bekobod shahar 5-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlab kelyapman. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik berish to'g'risidagi xabarni eshitganimdan keyin bir necha yillik orzu umidlarim ro'yobga chiqayotganidan juda ham xursand bo'ldim. Men uchun qadrli bo'lgan o'sha zaminning to'laqonli fuqarosi bo'lishga muyassar bo'ldim. Bundan men, oilam, ota-onam, turmush o'rtog'im va farzandlarim juda ham xursand bo'lishdi. 2017-yilning bahori Tojikiston uchun nihoyatda seryog'in keldi. Tojikistonning yaqin qo'shnisi va birodar davlat bo'lgan O'zbekiston tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun ko'mak ko'rsatish yuzasidan birinchilardan bo'lib munosabat bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq qisqa muddat ichida insonparvarlik yordami yuklari Tojikistonga yuborildi. многих районах нашей страны mamlakatimizning ko'pgina hududlarida yirik qor ko'chkilari yuzaga keldi. Ularning sonini raqamlar bilan qayd etadigan bo'lsak, 500 tadan ziyod. Afsuski, qurbonlar ham bor. O'zbekiston Respublikasi birinchilardan bo'lib bizga yordam qo'lini cho'zdi. O'ylaymanki, qardosh xalqlar va yaxshi qo'shnilar o'rtasidagi munosabatlar aynan shunday bo'lishi kerak. Tojikiston Respublikasi hukumati nomidan O'zbekiston Respublikasi hukumatiga biz ko'rsatilgan insonparvarlik yordami uchun minnatdorlik bildiramiz. E'tiborlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi va sa'y harakati bilan 2017-yil 11-apreldan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Tojikiston poytaxti Dushanbega muntazam reyslarni amalga oshira boshladi. Kelinim har yili borib ota-onalarni ko'rib keladi. Mana endi samolyotda borib kelish juda yaxshi qulaylik. Shuning uchun endi bir marta emas, bir necha marta borib kelsak ham bo'laveradi. Millatlar bir-biriga yaqinlashadi, bir-biri bilan inoqlashadi. Joriy yilning 17-20 aprel kunlari Tojikiston poytaxtida bo'lib o'tgan O'zbekiston sanoat korxonalari mahsulotlarining birinchi ko'rgazma yarmarkasi ham ikki qardosh xalq orasida iqtisodiy hamkorlik tobora mustahkamlanayotganini ko'rsatadi. O'zbekistonning milliy ko'rgazma yarmarkasi yuqori darajada o'tkazilmoqda. Bu yerda namoyish etilayotgan har bir mahsulot hech kimning e'tiboridan chetda qolmayapti. Ayniqsa fuqarolarimizning qiziqishi katta. O'ylaymanki, ushbu tadbir ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmining oshishiga, mamlakatlarimiz biznes loyihalari vakillari o'rtasida uzoq muddatli va o'zaro manfaatli munosabatlarning o'rnatilishi hamda rivojlanishiga, savdo-sotiqning ko'payishi ko'p qirrali O'zbekiston-Tojikiston hamkorligida muhim ahamiyatga ega. Ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi mehr va o'zaro hurmat rishtalarini namoyon etuvchi tadbirlardan yana biri sifatida may oyining birinchi yarmida Tojikistonda o'tkazilgan O'zbekiston madaniyat kunlarini misol qilib keltirish mumkin. Madaniyat kunlari xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash yo'lida yana bir ko'prik bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev
Shu yil 21-may kuni Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tgan Arab musulmon mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari sammitida ishtirok etdi. Sammitda Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Arab davlatlari ligasi, Fors ko'rfazi Arab davlatlari hamkorligi kengashi bosh kotiblari qatnashganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Sammit doirasida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshqa davlat rahbarlari qatorida Tojikiston Respublikasi prezidenti bilan ham uchrashib, davlatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish yuzasidan fikr almashdi. O'zbekiston ham, Tojikiston ham tinchliksevar, suveren davlat sifatida o'z milliy chegaralariga ega. Xususan, chegara masalasiga ikki davlat manfaatidan kelib chiqqan holda yondashish o'zbek va tojik xalqlarining taraqqiyotiga, o'zaro aloqalarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. 2002-yil 5-oktyabrda Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegaralarni rasmiylashtirish bo'yicha bitim imzolangan. Bu bitimda hammasi bo'lib 1283 kilometr chegaradan 1104 kilometri rasmiylashtirilgan. Ya'ni bu umumiy chegara uzunligining 86%ni tashkil qiladi. Mana hozirgi kunda bo'lib o'tayotgan muzokaralarning asosiy maqsadi ana shu qolgan 14% chegaradagi chiziqni aniqlash masalasiga qaratilgan. Albatta bu keyingi paytlarda ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni har tomonlama rivojlanishiga, shuning bilan birga chegara masalasi bo'yicha muzokaralarning boshlanishiga va uni jadallashiga O'zbekiston prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston prezidenti bilan Samarqanddagi uchrashuvlari va o'tgan yil bo'lib o'tgan 2 marta telefondagi muloqotlar va yaqin kunlarda mana Riyodda, Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda bo'lgan iliq suhbatlari katta turtki bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Yaqinda Dushanba shahrida 30-maydan 1-iyungacha ikki davlat hukumatlararo komissiyasining ishchi guruhlari bilan uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvlar davrida biz albatta mana shu 14% rasmiylashmay qolgan chegara masalalarini ko'rib chiqdik. Dushanbada bo'lib o'tgan uchrashuv juda bir yaxshi sharoitda, ya'ni bir-birlarini eshitish, tinglash vaziyatida o'tdi. Mana shu uchrashuv yakunida biz bayonot imzoladik. Bu bayonotda biz nimaga kelishdik? Bayonotda biz tojikistonlik do'stlarimiz bilan yaqin kunlarda, ya'ni keyingi uchrashuvlarda uchrashib, rasmiylashmay qolgan chegaraning 14%ni ko'rib chiqib, ikki tomonlama manfaatni ko'zga tutib bir fikrga kelish. Ya'ni shu jumladan Farhod to'g'oni bo'yicha ham bir fikrga kelib, Farhod to'g'oni atrofidagi chegarani aniqlashga kelishildi. Darhaqiqat, Farhod gidroelektrostansiyasi 1943-yilda ikki davlat chegarasida, ya'ni Sirdaryo uzra qurilgan yirik suv inshooti bo'lib, mazkur loyihaning qisqa fursatda muvaffaqiyatli amalga oshishiga ming-minglab yurtdoshlarimiz munosib hissa qo'shdilar. Kun-u tun ter to'kib mehnat qildilar. Farhod suv inshooti Ikkinchi jahon urushining qaqshatli kunlarida Davlat mudofaa qo'mitasining maxsus qaroriga asosan markazdan O'zbekistonga yuborilgan 50 dan ortiq sanoat korxonalarini elektr bilan ta'minlash maqsadida qurilgan. Farhod suv inshooti va uning atrofidagi obyektlar hammasi O'zbekiston uchun va O'zbekiston kuchi bilan O'zbekiston puliga qurilgan. Hujjatlardan ham shuni ko'rish mumkin. Mana shu Farhod suv inshooti qurilishiga va qolgan obyektlar, ya'ni Farhod to'g'oni qurilishiga ham mana shu O'zbekistonning o'sha paytdagi 8 ta viloyatidan 70 ming ishchilar jalb etilgan. Ya'ni hashar yo'li bilan qurilgan. Hujjatlarda yana bir muhim fakt borki, Farhod suv inshooti, Farhod to'g'oni va uning atrofidagi obyektlar hammasi bitgandan keyin, ya'ni ekspluatatsiyaga topshirilgandan keyin o'sha paytdan hozirgi davrgacha O'zbekistonning hisobida bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston Energetika vazirligining balansida bo'lgan va hozirgi kungacha ana shu balansda turibdi va o'zbek mutaxassislari tomonidan ishlatilmoqda hamda ta'mirlanmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi qo'shni davlatlar bilan chegara munosabatlarini tartibga solish bo'yicha faol harakat olib bormoqda. Bu jarayonda tomonlarning teng manfaatlarini ko'zda tutish asosiy jihatlardan biri hisoblanadi.
albatta biz O'zbekiston mana qo'shni davlatlar bilan Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan, Turkmaniston bilan chegara masalalarini hozir juda jadal ravishda muzokara olib boryapmiz. Bizda mana shu O'zbekiston tomonidan bunga yondashuv qanday? Mana shu chegara masalalarini hal qilishda bizda qat'iy bir 3 prinsipga biz amal qilamiz. Birinchi prinsip bu ikki tomonlama manfaatni ko'zda tutish. Ikkinchi yana bir asosiy prinsipi chuqur o'ylangan kompromiss. Chunki kompromisssiz chegara masalalarini hal qilish juda ham qiyin. Chunki bizga sobiq ittifoqdan juda bir yomon meros qolgan. Chegaralar shunday bir chalkashib ketganki, bir ariq bir joydan o'tayotgan bo'lsa, ikkinchi bir ariq boshqa davlat hududidan o'tyapti. Shuning uchun ham bu ikkinchi prinsip bu chuqur o'ylangan kompromiss prinsipi. Uchinchi muhim prinsip bu ana shunday joylarda, chalkash joylarda teng hajmli yer almashish bilan masalani hal etish. Mana shu biz O'zbekiston tomoni, O'zbekiston davlati chegara masalalarini qo'shni davlatlar bilan hal qilishda asosan mana shu 3 ta prinsip asosida ish olib boryapti va muzokara olib boryapti. Men o'ylaymanki, bizning qo'shnilarimiz ham mana shu prinsiplarga amal qilib, hozirgi kunda biz oldimizda dolzarb bo'lib turgan chegara masalalarni hal qilishda bizga birgalikda bir qandaydir yaxshi fikrga kelamiz degan umid qilaman. Ha, o'zbek va tojik xalqlarini et bilan tirnoqqa qiyos etish mumkin. Ularni bir-biridan ayro holda tasavvur etishning o'ziyoq jismimizga og'riq olib kirishi barchamizga ayon. Hamma qo'shnilar bilan biz do'st bo'lamiz. Boshqa niyatimiz ham yo'q. Albatta ko'p muammolar bor, lekin odamzod shuning uchun, rahbariyat shuning uchun borki, u muammolarni aql bilan, iroda bilan, vazminlik bilan uni yechish kerak. Ikkita xalqni, elni orasida mana shu do'stlik ko'prigini mustahkamlash bo'yicha agar biz niyat qilsak, baribir Xudo taolo o'zi yechib beradi. Bu chevar o'zi. Har bir davlatda o'zini niyati, o'zini xalqi, o'zini istaklari bor. Shuning uchun biz do'stlik nuqtai nazaridan, samimiylik nuqtai nazaridan, birodarlik nuqtai nazaridan qo'shnilarimiz bilan faqat do'st, yana bir marta do'st bo'lamiz. Shunday ekan, bu ikki xalqning ildizi ming yillarga borib tutashadigan birodarligi bundan keyin ham tobora jipslashib, mustahkamlanib borishiga shak shubha yo'q. Zero o'zbek ham, tojik ham, O'zbekiston ham, Tojikiston ham shu narsaga ishonadi va bu do'stlikdan kuch-quvvat oladi.